qilayotgan ishlar. Siychalar yon bo'lib ketgan edi. Mana hammasini og'zi katta ochilib ketgan. Orqalariga chiqatib qo'ygan bular hammasi. Orqasiga chiqatgandan keyin mashina qaltiraydi, titraydi, yaxshi. Mana yengisi mana ora zazorlari kichkina. Zazor kichkina, bularni katta bo'lib ketgan. Hammasi katta bo'lib, mana o'rtadagi chig'anoqlari kichkina bo'lib ketgan. Hozir hammasiga siychadan qo'yib berdi. O'zi ko'p mashinalarga gazmi, benzinmi, massivichadan qo'yib beraman. Mana yaxshi chiqadi. Hozirgi mashinaga ham benzinli mashina. Buni ham originali bor, Xitoyniki bor. O'sha originalini qo'yilsa, originali zo'r chiqadi. Tozalangandan keyin to'lmaydi. Mana hozircha bir xil. Hozircha bir xil. Chiska qilib, top-toza qilib mana uchilar to'lib ketgan edi. Hamma joyini tozalab, cho'tka qilib berdi. Endi bularni hammasini qo'yayotgandan rezinka bo'ladi, hammasini moylab yerga qo'ysa yumshoq tushadi. Rezinka yirtilib qolmaydi. Bu yerdan havo so'rib qolish kerak emas. Hammasini hozir yig'ib, tayyorlab cho'tka qilib beramiz. Ba'zida filtr to'lib ketgan. Qo'lga tutdi. Changga qarang, changga holim. Hop, bu vazish filtri mana. Tegida paxtasi bo'lishi kerak. Bu ham ancha-muncha chang ushiydi. Bu ham mana bunda ich paloyi ham qorayib ketgan. Mana hammadan naqsa o'sha chang chiqishdi. Bu chang. Bu ham yoshligida shunaqa bo'lgan. Bunaqa bo'lsa motor umri qisqaradi, mashina tortishiga ta'sir qiladi, yaxshi tortmaydi. Iloji boricha bunaqani o'zi ko'plar 10 ming 15 mingdan alishtiradi har zamina mashinada. Iloji boricha zamina maslada bitta moy alishganda filtr 2 marta alishtirish kerak. Chunki mana bunaqa chang bo'lgandan keyin bu chang motorni chekka turadi. Motorni chekka turgandan keyin ko'rsa yeyiladi. Ishqalanish bo'ladi, qum qog'oz bo'lib motor umri qisqaroq bo'ladi. Shunga nimasini qo'yib beramiz. Xudo xolisa mana o'ziniki birga bir tushadi shundoq. Ana perdelka unaqa narsalar yo'q. Shundoq tushadi o'zi mana. Bo'l shuni qilib hozir ma'malarni yuvib tozalab, ochilgandek qilib, ochilganini bilintirib qo'yamiz. Yumshoq cho'tka qo'yib beramiz. Changga mashinamiz bitta, xudo xolisa. Suv 3 ta bo'ldi. Benzinda. Gaz o'tdi. Mana gaz o'tdi. Motorda kishsa turibdi. Yusvoz gaz o'tdi. Motorda sal qaltirash bor mana. Abotosh yaxshi. Sal qaltirash bor nimaga? Suv hali temperatura zo'r qizimadi. Bu o'zi 60 gradusga chiqqanda 4-pakalani gazga o'tsa, o'shanda gazda yaxshi ishlaydi. Ko'plarda voqli gazga o'tkazib qo'yishadi. O'sha nastroykasidan 4-pakani kompyuter nastroykadan gazga qilib berishadi. Shu narsani ko'plar tezroq o'tsin deb gazga gradusini pastroq qilib qo'yishadi. 20 gradus, 40 gradus. U noto'g'ri narsa. Suv yaxshi qizimaganidan keyin suv yaxshi qizimadi, gazga o'tib ketdi. Motor yaxshi ishlamaydi. Chunki gazga issiq bo'lish kerak. Men hozirgi havo issiq bo'lgan taqdirda ham yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun iloji boricha 60 gradusda gazga o'tadigan bo'lsa, gaz rasxodlari ham kamayadi, yurishi ham yaxshi bo'ladi, tortishi ham yaxshi bo'ladi. Tak hozir ishlashlari, abrotoshlari cho'tki bo'ldi. Siycha ba'zi filtr almashtirib berdi.